Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, siz Sho'rchi savdo kanalidasiz. Siz bilan Nodir Shoh. Bugun sizlar bilan eng muhim bo'lgan mavzu, ya'ni Gmail account haqida suhbatlashamiz. Avvalambor Gmail account nima ekanligini tushunib yetishimiz kerak. Gmail account har bir telefonda, ya'ni har bir Android telefonlarda o'rnatiladigan tizimli Google tomonidan yaratilgan tizimli funksiya bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa dastur bo'ladi. Xo'p, Gmail account nimalar qila oladi? Gmail account orqali agarda Gmail accountingiz bo'lmasa, Play Marketga ham, YouTube'ga ham, ya'ni Google'ning hech qanaqa xizmatlaridan foydalana olmaysiz. Gmail accountning juda ham ko'p bo'lgan funksiyalari mavjud. Xo'p, u sizni kuzatish ham mumkin. Ya'ni sizning nimalarga qiziqishingizni, nimalardan foydalanishingizni yozib boradi. Gmail account YouTube tarmog'idan foydalanganingizda Gmail account orqali foydalanasiz. Play Marketdan foydalanganingizda ham o'sha Gmail account sizga kerak bo'ladi. Hattoki telefoningiz blokirovkaga tushib qolganda, ya'ni unga sbros berganingizda, telefoningiz blokirovkaga tushib qolganda ham sizga Gmail account kerak bo'ladi. Agarda Gmail accountingiz bo'lmasa, barcha ma'lumotlaringiz o'chib ketishi mumkin telefoningizdan. Xo'p, Gmail account yana nimalar qila oladi? Gmail account orqali telefoningizning joylashuvini bilsangiz bo'ladi, qayerda turganligini va qayerlarda yurganingizni ham bilsangiz bo'ladi. Qachon qayerga borib, qachon kelganingizni, telefonni, ya'ni telefoningiz qayerda bo'lganligini bilsangiz bo'ladi. Hattoki yo'qolsa ham o'sha Gmail accounti orqali, ya'ni Gmail accountingiz orqali o'sha telefoningizni topish imkoniyatiga ham egasiz. Ammo bizda juda ko'pchiliklar Gmail accountga e'tibor bermaydi, Gmail account nimaligini ham bilmaydi. Shu sababli telefoni blokirovkaga tushganda juda ham qimmat pullarga ochiradi. Agarda Gmail accountini bilganda edi, o'zi telefonini ochib olgan bo'lardi. Osongina Gmail accountini yozib, telefonini ochib olgan bo'lardi. Ammo bilmaganligi sababli telefoni blokirovkaga tushadi, accountga tushadi, keyin ustalarga borib ancha qimmat pulga sotadi. O'sha Gmail accountini qaytadan, ya'ni telefonni buzib kirish kerak bo'ladi Gmail accountini. O'rnatilgan Gmail account. Gmail account yana nimalar bizga beradi? Gmail account bizga 15 gigabaytgacha o'zining ichki xotirasini beradi. Ya'ni bulutli tizimini beradi. Bulutli tizim nima ekanligini bilmasangiz, bu bulutli tizim Google tizimining o'zining bulutli sistemasi, ya'ni xotirasi bo'ladi. Bulutli tizim masofaviy xotira desa ham bo'ladi. Siz o'zingizga kerakli bo'lgan 15 gigabaytgacha rasmingiz bo'ladimi, o'zingizga kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarni unga joylab qo'ysangiz, o'sha Gmail accountingizni bilsangiz, paroli va loginini bilganingizda, xohlagan telefonda uni yozib, o'sha ma'lumotlaringizni qayta 15 gigabaytgacha bo'lgan ma'lumotlaringizni qayta telefoningizga yuklab olish imkoniyati sizga ega bo'ladi. Shunchaki bu sizga bepulga 15 gigabaytni beradi. Aslida bulutli tizimlar pulli xizmatlari bor. Google'ning serverida barcha mobil mana shunaqa kompaniyalarning o'zining bulutli sistemalari bor. Kattaroq hajmdagi bulutli tizimiga o'tmoqchi bo'lsangiz, unga pul to'laysiz. Bulutli tizimning afzalliklari nima? Bulutli tizimning afzalliklari shuki, barcha ma'lumotlaringizni xavfsiz saqlash imkoniyatini beradi. Telefoningiz yo'qolsa ham, telefoningiz yo'qolganda ham, telefoningizni almashtirganingizda ham, telefoningiz qo'lingizda bo'lmaganida ham, siz xohlagan telefoningizdan o'sha Gmail accountingizni kiritib, shunchaki telefoningizdan Gmail accountni kiritasiz, boshqa telefondan kiritib, o'sha kerakli bo'lgan ma'lumotlaringizni yuklab olish, xohlagan vaqtda, xohlagan joyda yuklab olish imkoniyatini beradi bulutli tizimi. Google'ning bulutli tizimi. Xo'p, har bir Gmail accountga bulutli tizim 15 gigabaytgacha bulutli tizimni taqdim etadi Google kompaniyasi. Ushbu bulutli tizimda sizning kontaktlaringiz, telefon raqamlaringiz saqlanadi. Akkauntlaringizning parollari, Instagramlaringizning parollari ham saqlab qo'yish imkoniyatiga egasiz. Ushbu tizim orqali juda ko'p narsalarga ega bo'lishingiz mumkin. Hattoki telefoningiz yo'qolsa ham topsangiz bo'ladi. Mana shu orqali Gmail accounti, telefoningizga Gmail account o'rnatilgan bo'lsa, telefoningizning aniq manzilini, lokatsiyasini topish imkoniyati ham sizda mavjud bo'ladi.
Shu sababli yodingizda bo'lishi kerakki, Google akkauntga juda ham e'tiborli bo'lishingiz kerak. Agarda sizning Google akkauntingizga kimdir kirib olsa, sizga anchagina muammo tug'dirishi mumkin. Ma'lumotlaringizni o'g'irlashi mumkin. Sizga kerakli bo'lgan narsalarni, parollarni o'zlashtirib olish imkoniyatiga ham ega bo'ladi. Shu sababli Gmail akkauntingizning parolini mustahkam parolga almashtirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Va yozib qo'ying, eslab qo'ying. Agarda telefoningiz yo'qolsa yoki kodga tushib qolsa, ya'ni ekran blokirovkasini unutganingizda, xo'p, reset berganingizda, sbros berganingizda desak, sbros berganingizda hamma ma'lumot o'chib ketadi. Endi esa telefon Gmail akkauntga tushadi. Telefonga o'rnatilgan Gmail akkauntni kiritsangizgina telefoningizdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agarda siz Gmail akkauntingizni bilmasangiz, parolini bilmasangiz, loginini bilmasangiz, sizga anchagina muammo bo'ladi, ustiga olib borasiz va anchagina pulga tushasiz. Shu sababli aytib o'tishim kerakki, agarda Android telefonlardan foydalansangiz, albatta Gmail akkauntiga e'tiborli bo'ling. Masalan, iPhone ishlatadiganlar iCloudga e'tiborli bo'ladi-ku. Siz esa Gmail akkauntingizga e'tiborli bo'ling. Bizdagi Android ishlatadiganlar juda ko'pchiligi shu narsaga e'tiborli bo'lmaydi va anchagina muammolarga tushadi. Gmail akkauntning juda ham ko'p foydali xususiyatlari mavjud. Uni hozirgi keyingi dasturlarimizda Gmail akkauntni ochishdan birlar ochishni ham bilmaydi. O'shaning uchun keyingi dasturlarimizda Gmail akkauntni ochishni, uning parolini o'zgartirishni va yana uning xotirasidan, ya'ni 15 GB beriladigan Bluetooth tizimidan qanday foydalanishni va shunga o'xshagan qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni keyingi dasturlarimizda kuzatishingiz mumkin. Kanalimizni kuzatib boring. Foydali bo'lgan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.